Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, yana shu ko'pchilik noto'g'ri tushunadigan bir temani, bir mavzuni ochiqlashtirmoqchiman. Race condition hodisasi. Race condition hodisasi. Avvalo bu hodisa haqida gapiraylik. Qachon bu hodisa sodir bo'ladi? Race condition hodisasi yana o'sha multi-threaded environmentlarda, ya'ni ko'p oqimli environmentlarda bir nechta oqimlar birdaniga bitta ma'lumotni olishga, o'zgartirishga harakat qilgan paytida kutilmagan natijalar sodir bo'lib qoladi. Mana shuni race condition hodisasi deb ataladi. Xo'p, bunga misol keltirish uchun mana tasavvur qiling, bir nechta bizda thread bor. Mana bular hammasi threadlar. Keling, T qo'yib chiqamiz. Thread degani thread va thread. Xo'p, mana bu yerda esa qanaqadir qiymat bor, qanaqadir value bor. Misol uchun deylik, ön soni bor bu yerda. Va mana bu ikkita thread, barcha threadlar deylik, mana shu value ni olib, shu value ni eski qiymatiga birni qo'shib va yana qaytib o'zgaruvchini o'ziga saqlab qo'ymoqchi. Ya'ni misol uchun a teng a plus 1 degan logika bu yerda ketyapti deb tasavvur qiling. Xo'p, sal kichraytirib shuni qo'yib qo'yamiz mana. Va mana bu ikkinchi thread ham xuddi shu logikani bajarmoqchi. Birinchi thread ham xuddi shu logikani bajarmoqchi. Savol, threadlar bir-birini kutadimi? Mana bu value ga murojaat qilish uchun? Albatta bir-birini kutmaydi. Threadlar bir vaqt o'zida bir-birini kutmasdan sodir bo'ladi. Bir-birini kutmasdan ishlaydi. Shuning uchun bizga kerak bo'ladi. Mana ikkitasi kerak emas bizga. Shuning uchun bizga thread degan narsa kerak. Xo'p, mana birinchi thread ön qiymatini oldi. Ön qiymati bor birinchi threadda va olib keldida o'nga 1 ni qo'shdi va oxirgi qiymat nima bo'ldi shunda? 11 bo'ldi. Va shu 11 qiymatini yana a ga berib qo'yapti. Ya'ni o'sha o'zgaruvchiga berib qo'yapti. Ya'ni 11 qiymati kelib mana bunga yozilib 11 bo'lib qolishi kerak. To'g'rimi? Endi ikkinchi thread bu qiymatni oldi. Bu qiymat endi nima? 11. 1 ni qo'shdi, 12 bo'ldimi? Ana endi 12 bo'ldi. Va 12 ni olib kelib yozdi va mana bu yerda 12 hosil bo'ldi. Shoshmang, lekin bu yerda threadlar ketma-ket ishlamaydi-ku. Ular bir-birini kutmaydi-ku. Agar ketma-ket ishlaganda shunday bo'lardi. Birinchi thread olib 11 ni keltirib qo'yardi va keyin ikkinchi thread 11 ni olib 12 ni keltirib qo'yardi. Lekin bizda threadlar bir vaqtning o'zida, demak, sodir bo'ladi. Xo'p, shunda nima bo'ladi? Tasavvur qiling, mana shu ikkita thread bir vaqt o'zida sodir bo'lyapti va bizda yana ön qiymat bor. Ikkala thread ham bir vaqt o'zida ön qiymatlarni oladi. Va ikkalasi ham bir vaqt o'zida, o'zini ichida, xullas, bunga 1 ni qo'shadi. Bu thread ham 1 ni qo'shadi, birinchi thread ham, ikkinchi thread ham o'zi olib kelgan qiymatga 1 ni qo'shadi. O'zi olib kelgan qiymat 10 va natija 11. Va uchinchi qadamda shu ikkala thread ham demak shu hosil bo'lgan qiymatni yozishga harakat qiladi va ikkalasi ham 11 yozadi va oxirgi natija 11 bo'lib qoladi. Vaholanki biz bir qo'shish operatsiyasini 2 marta bajardik. 2 marta bu bir qo'shish operatsiyasi son mana shu qiymatni bittaga oshirish kodi operatsiyasi 2 marta ishladi, qiymat esa 1 martaga oshdi. Endi tasavvur qiling, bu kimningdir bankdagi hisob raqami bo'lishi mumkin. Xullas, bu juda ham bir qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Bu yerga 1 emas, 1 million qo'shilayotgan bo'lishi mumkin. Kimnidir balansida 1 million emas, 2 million dollar pul hosil qilib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, shu tariqa siz juda katta, qimmatli xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin, race condition hodisasini inobatga olmasangiz. Mana shu race condition hodisasi edi. Demak, bir nechta threadlar bitta qiymatni o'zgartirishga harakat qilsa, mana shunaqa holat bo'ladi. Endi mana shu yerda fikrlab ko'rsalaringiz, agar threadlar qiymatni o'zgartirmasa, race condition sodir bo'lmaydi. Threadlar, misol uchun, birinchi thread 10 ni oldi, ikkinchi thread ham 10 ni oldi va hech nimani o'zgartirmadi. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa o'zgarmagandan keyin hech qanaqa kutilmagan natijalar bo'lmaydi. Demak, shu tariqa demak, race condition sodir bo'lishi uchun bizga bir nechta resurslar kerak, bir nechta narsalar kerak. Birinchi narsa mana bu value, ya'ni bu shared resource deymiz buni. Shared resource. Ya'ni bir nechta threadlar yagona qiymatga, bitta xotira maydoniga murojaat qilsa,
Ya'ni shu o'zgaruvchi bu threadda ham ishlayapti va bu thread ham shu o'zgaruvchini ishlatyapti. Shunda mana bu o'zgaruvchi shared resource bo'ladi va race condition bo'lishi uchun birinchi shart bu shared resource bo'lishi, ikkinchi shart bu shared resource o'zgarishi. Bu o'zgarmasa race condition bo'lmaydi, qo'rqmanglar. O'zgaryaptimi? Shunda race condition bo'ladi. Bu juda ham muhim mavzu. Siz o'ylashingiz mumkin, men qanaqa qilib race condition hodisasi haqida o'ylayman. Proyektlarimda shunchaki men kontrollerga CRUD yozib yuribman. Qanaqa qilib race condition bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin, agar endi boshlagan bo'lsangiz albatta. Lekin race condition hodisasi real proyekt jarayonida juda ko'p uchraydigan jarayon. Chunki siz agar backend dasturchi bo'lsangiz, backend dasturchilar har bir qator yozgan, mana shu qanaqadir metod ichida kod yozyaptimi backend dasturchi, albatta race condition hodisasini inobatga olib yozish kerak. Chunki bu kodni bitta thread o'qimayotgan bo'lishi mumkin. Bu kodni bitta thread run qilmayotgan bo'lishi mumkin. Bu kodni bir vaqt o'zida bir nechta threadlar run qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki web dastur bo'lgandan keyin, web server bo'lgandan keyin bir nechta zaproslarga, bir nechta requestlarga bir vaqt o'zida, demak, xizmat ko'rsatadigan, bir vaqtni o'zida bir nechta requestlarga javob qaytaradigan server bo'ladi sizni backendingiz. Va demak race condition hodisasi bo'lishi juda ham ko'p uchraydigan holatlardan. Xo'p, endi race condition hodisasi ko'p uchrar ekan, muhim ekan, u nima ekanligini biz tushunib yetdik. Ana endi bitta narsani yana ochiqlashtirib ketayin. Men juda hayron qolaman ba'zi bir holatlarga. Masalan, tasavvur qiling, sizda qanaqadir bitta metod bor. Qanaqadir bitta a degan metod bor. Shu a degan metodni siz bir joydan chaqiryapsiz. Bir thread ichidan chaqiryapsiz. Yana o'sha oldingidek chizma chizishga harakat qilaman. Mana thread, bu bitta thread, bu esa boshqa thread. Ikkita threaddan siz mana shu a degan metodni chaqiryapsiz. Savol, race condition hodisasi bo'ladimi? Xo'p, o'ylab ko'ring, videoni pauza qilib. Men esa javobni beraman. Race condition hodisasi sodir bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Siz ikkita threaddan bitta metodni chaqirishingiz bu race condition hodisasi bo'ladi degani emas, yoki bo'lmaydi degani ham emas. Race condition hodisasi bo'lishi uchun men sizlarga ikkita sabab keltirgandim. Shared resource bo'lishi kerak va o'sha resource o'zgartirilishi kerak. Xo'p, endi misol uchun ikkita thread bitta funksiyani ishlatsa, xo'p, bu yerda misol uchun bitta int x teng 10 o'zgaruvchi ochilgan va x plus qilib bittaga bir nechtaga oshirilgan va misol uchun deylik soutga chiqarilgan. Bu x, ya'ni pseudo kod yozyapman. Xo'p, mana shu holatda race condition bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bu holatda race condition bo'lmaydi. Xo'p, siz aytishingiz mumkin, mana bu ikkita thread kelib, mana bu x o'zgaruvchini o'zgartiryapti-yu, masalan, birinchi thread o'zgartiraman degan payti ikkinchi thread ham boshqa qiymatga o'zgartirib yubormaydimi mana bu x ni? Ikkita threadni anaqasi, demak, logikasi aralashib ketib qolmaydimi? Mana bu x oxirida 13 chiqmasligi, x oxirida 13 chiqadimi desam, ko'pchilik o'quvchilar nima deydi? Chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin, race condition bo'lishi mumkin deydi. Yo'q, bu yerda race condition bo'lmaydi. Chunki biz boyagi ikkita shartni ko'rmayapmiz bu yerda. Shared resource yo'q. Ya'ni ikkita thread bitta qiymatga murojaat qilmayapti bu yerda. Nimaga? Chunki siz bitta threaddan turib bir metodni chaqirsangiz, har bir threadni stack xotirasi bo'ladi. Bu birinchi threadni ham stack xotirasi bor, o'zining stack xotirasi. Ikkinchi threadni ham demak stack xotirasi bor. Siz birinchi threaddan turib bu metodni chaqirsangiz, aynan o'sha threadni stack xotirasida shu metodni run qilish uchun stack frame yaratiladi. A metodi uchun stack frame yaratiladi. Ya'ni xotira frame, xotira bo'lakchasi mana shu a metodni run qilish uchun yaratiladi. Va metodni ichidagi barcha buyruqlar shu xotirani ichida amalga oshadi. Ya'ni misol uchun x teng 10 degan o'zgaruvchini yaratyapsizmi? Bu x teng 10 degan o'zgaruvchi aynan mana shu demak stack frame da x teng 10 hosil bo'ladi. Va x pluslar va hokazo x ni o'zgartirishlar barchasi aynan mana shu, kechirasiz, aynan mana shu o'zgaruvchiga nisbatan sodir bo'ladi. Ikkinchi threaddan turib chaqirganimizda nima bo'ladi? Ikkinchi threadda ham xuddi shu vaziyat. Buni ham o'zini alohida stack bor va shu o'zini alohida stackida stack frame yaratiladi. Yana ani frame.
E'tibor bersangiz, bu xotiradan boshqa joyda turibdi. Mana bu boshqa joyda turibdi. Xo'p, bu yerda ham x e'lon qilinadi. Xo'p, mana bunday qo'yib qo'yamiz mana. Va bu yerdagi x++ buyruqlari aynan bu x ga ta'sir qiladi. Ya'ni bular bir-biriga xalaqit bermaydi. Ikkita thread bir-biriga xalaqit bermaydi. Bular ikkita mana bu x teng 10 o'zgaruvchi har bir thread uchun alohida yaratilyapti, e'tibor berib qarasalaringiz. Misol uchun deylik, xotirani umumiy bitta qozon deb tasavvur qilsak, o'sha qozonning ichida ana endi ikkita x bor. Ikkita x bor. Birinchi threadni stek xotirasini ichidagi x, ikkinchisi esa ikkinchi threadni stek xotirasidagi x. O'zgarishlar esa shu har birini o'zida sodir bo'lyapti. Misol uchun ikkita odam bor, har birini o'zini cho'ntagi bor va bir odamni cho'ntagidan pul ketsa yoki bir odamni cho'ntagida o'zgarish sodir bo'lsa, ikkinchi odamnikida ham parallel ravishda sodir bo'lmaydi bu narsa. Bu ikkinchi odamga ta'sir qilmaydi. Alohida turibdi chunki ularning cho'ntagi. Demak, bu yerda ham xuddi shu vaziyat. Bu holatda race condition bo'lmaydi. Race condition bo'lishi uchun biz nima qilishimiz kerak? Shared resource bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu metod ichida qanaqadir siz shared resource ishlatgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni boshqa joyda yaratilgan bir o'zgaruvchini bu yoqqa chaqirib olib kelib turib o'zgartirgan bo'lsangiz, mana shunda nima bo'ladi? Birinchi threadni o'sha stack frame'idan ham shu o'zgaruvchini o'zgartirishga harakat qiladi. Ikkinchi threadni stack xotirasidan ham shu o'zgaruvchini o'zgartirishga harakat qiladi. Mana shu yerda race condition bo'lishi mumkin. Ana metodlarga chalg'imanglar, kerak emas bu narsa. Xo'p, video ko'p cho'zilib ketdi, uzr so'rayman, lekin xudo xolasa yana bu mavzularga chuqurlashamiz. Barchaga kattakon rahmat.